O'ylab ko'rmaysizmi? Men bu yoqqa o'ynagani keldim, o'ylagan emas. Tarixga kiraman. Nimaga kiraman? Islom Karimovni yutdim deb kiraman. Bunga urolmaysan yoqdan urishing qiyin. Munyas! Larvin! Молодец, chiroyli bo'lmas. Munyas! Real muxlislari bo'lsa, taka nimadir qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Xo'p, ay! Penaltimi? Voy! Yes! Voy! Menimcha layklarni bosib tashladilar shekilli. Assalomu alaykum barchaga. Podcastation ko'rsatuvining muxlislari yoki shunchaki qani nima ekan bu deb kirib tomosha qilayotganlar, xush kelibsizlar. Bu shunaqa ko'rsatuv ekan. Podcastation ukamiz boshlovchi. U olib boryapti, o'ynab turamiz ba'zida. Chaqirdi, yo'q demadi, keldik. Podcastation ko'rsatuv qilyapman dedi. Men hazillashib aytyapti desam, rostdan ko'rsatuvning nomi shunaqa ekan. Yana bitta qonun qoidalaridan biri boshlovchini taklif qilar ekanmiz, chunki u ham mashhur inson bo'lishga harakat qilyapti va shuning uchun hamma kelgan odamlar uni e'lon qilish kerak. Yoki unaqa bo'lmasligi ham mumkin, bilmayman nima uchun bunaqa o'ylab topishgan. Yozib keting albatta, agar sizga qiziq bo'lsa. Men atayin cho'zyapman, chunki siz zerikib boshqa joyga olib borishingiz uchun, bu ko'rsatuvni ko'rmasligingiz uchun yoki bu shunchaki o'tkazib yuboriladigan joylari. Dalana. Tog'dan iskan dalana. O'tkazavering, brat. Dalana. Yo'lin tiskan dalana. Bo'ldi, vaqt bo'ldi. Hamma chiqib ketdi. Endi chaqirsak bo'ladi. Podcastation ko'rsatuvining boshlovchisi Jasur Avliaqulov. To'g'ri aytdimmi? Olqishlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Islom aka. Charchamayapsanmi? Rahmat. Jasur Avliaqulov. Ko'rganimdan xursandman. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamasdan keldingizmi? Boya so'rashdik-ku. Qayta so'rashayotgan bo'lsa, da rahmat, zo'r keldim, ajoyib keldim. Bu topish qiyin bo'ldi ozgina. Neon bu yoqda bo'lardi-yu oldin. Ha. Deb o'yladim-da. Yangi filial. Men keldimda. Qarang. 3 ta PlayStation xonaga kirdim. Birinchisiga kirdim podvalga, 3-chi tashkar aytsam, biz faqat podvalimiz dedi. Keyin bu yoqqa o'ting dedi. Bu yoqqa kirsam, neonmi dedim? Ha dedi. 3-chi tashkerak dedim. 3-chi tashkar bu yoqqa o'ting dedi. Keyin yana chiqib yana keldim men. Bu luxury-da kabinasi. Bo'ldi, bu yoqqa reklama vaqti boradi endi bu. Xo'p, hammaga salom. Podcastation har doimgidek qonunlarimizga sodiq qolganda mezbon emas, mehmon ko'rsatuvni boshlab beradi. Va sizlarni ko'p kutilmagan holda bugungi ko'rsatuvni ochiq, ya'ni oydin ochiq deb e'lon qilamiz. Qishlog'imdagi to'ylar esimga tushib ketdi. Nima deb o'ylaysiz? O'zingdek gapir. Короче, Podcastation aka. Hech nimadan e'tibor berdingizmi? Ha, ochib ham ko'rdim. Nima bor ekan ichida? Mani pullarim sama. Balki. Nech pul bor deb o'ylaysiz? Men sanamadim. Shuna qaradim, dedim. Yopib qo'ydim, kimnikidir deb o'yladim. Bo'ldi, unda ochamiz. An'anaga sodiq qolganda. Mana bu joy nima uchun bilasizmi? Yo'q. O'ylab ko'rmaysizmi? Men bu yoqqa o'ynagani keldim, o'ylagan emas. O'shaning uchun men bugun o'ylashim. Hamkorlarimiz uchun. Reklamangiz bo'lsa mana shu yerda. U qanday bo'lishidan qat'iy nazar, pampersmi yoki salfetkami farqi yo'q. Biz hamma bilan hamkorlik uchun tayyormiz. Biz ochiqmiz reklama uchun. Podcastation qonunlarini tushuntirib o'taman aka. Ha. Bu yerda 1 million so'm. Ya'ni siz har bir urgan golingiz uchun 100 ming, men har bir urganim uchun 100 ming olaman. Gol bo'lsa bo'ldimi, o'zingga ursang bo'laveradimi? Yo'q, birovnikiga bo'lish kerak. O'ziga gol urish bu xiyonatdir. Agarda mabodo shu summadan qanchadir summa o'rtada qolib ketsa, ya'ni gollar kam bo'lsa, yopiq o'yin bo'lsa, u pullar uchun men sizga savol beraman. Futbol haqida. Ha. Agarda javobini topsangiz, bu pulni ham, u pulni ham olasiz ketasiz. Bu shunday shou. Ham maza qilasiz, ham pul olasiz, ham yaxshi kayfiyatda ketasiz. Xudo xohlasa, balki yo'q. Ursam kerak bitta gol bo'lsa ham. Siz to'g'ri. Oramizda men biror marta yutmaganman Islom aka. Bugun men tarixga kiraman. Nimaga kiraman? Islom Karimovni yutdim deb kiraman. Nevaralarimga aytaman buni. Men yutganman deb, biladi, ne tursa ko'radi nevaralar. Ko'p cho'zmaymiz-da. O'yin o'tamiz. Qaydan topgansizlar bu boshlovchini? Gol ketdi mana. Qaysi komandada o'ynaysiz? Realda olaman men. Qonli jang bo'ladi-ku menimcha. Bilmayman, FIFAda Real Madrid juda kuchli. Sen nima, Atletico oldingmi? O'ylayapman. Axir men Realni yaxshi ko'raman-ku. Qaysi komanda o'zi sizga Islom aka? Nima qaysi komanda? Qaysi komanda? Baletmi? Hozir erkin agentman.
Jamoa ham yo'q hozir. Takliflar bo'lsa qabul qilamiz desaman. Har xil, har safar har xil klublarga balet qilaman. Birinchi Juventusga balet qilishni boshlaganman, umuman futbol ko'rganda. Bu где-то 2002-yilga to'g'ri keladi. Kim shu darajada yaxshi ko'rgan? Yo'q, yo'qda faqat klubda o'zi bo'lgan, birinchi marta futbol forma olganman. Bu Juventusniki bo'lgan. Yosh bola edim. Orqasiga Del Piero deb yozilganda, "Moa" deganman, звучанияni qara, Del Piero. Значит, bu zo'r o'yinchi bo'lsa kerak, klub ham zo'r bo'lsa kerak deganman. Oq qora palasa futbolka bo'lgan. Futbol ko'rayotgan vaqtimda o'sha jamoani ko'rganman. Yo'q, aytan Zidan va Milanda, Shevchenkolar bo'lgan. Siz o'tgan asrda boshlagansiz futbol ko'rishni. Ha, bundan 23 yil oldin. 98 jahon chempionati, 2002 jahon chempionatidan keyin klublarga o'tganman. Terma jamoada boshlaganman faoliyatimda birinchi. Prosta men tug'ilgan yil siz ko'rishni boshlagan ekansiz-da. Seriyozmi? Ha, yaxshi. Bu ham bir baxt. Ha, men Liverpoolda oldim aka. Bo'ladi, yaxshi komanda. Bizda Nozim Safariy Liverpoolda o'ynaydi. Ha, Nozim akani ham taklif qilinglar. Qilganmiz. U keldimi? Yo'q. Xo'p, Nozim aka uchun Liverpool. Keyin klubda aytmadimi senga baribir? Aytgiz kelsa, aytgiz kelmayapti mayli. Yo, Juventusda balet qilganman, keyin Manchesterga balet qilganman orada. United. Undan keyin o'rtada bir Chelseaga ozgina muddat. Undan keyin Barsaga transfer bo'lganman. Barsani ham shu 2017dan buyog'iga. Men hozir ham Barsaga yaqinda Chempionlar Ligasida balet qildim. Yomon emas, ajoyib komanda. Menga yoqdi. Siz yutadigan oxirgi paytlar trenerlarni, umuman Bayer Leverkusenga balet qildim. Germaniya chempionatida. Har bitta chempionatda bitta klubga balet qilishga harakat qilaman, yangirog'i. Razmi ekanda sizga. Ha. Chiroyli o'yin bo'lsa, misol uchun Xabi Alonsoni trenerlik ishi yoqdi, uni ko'rdik. Mana shu yil mana Interdagi Simeone. U ham yoqdi. Finalgacha, da, u Inter takoy xarakter ko'rsatadi. Kim bilan o'ynagan so'nggi marta PlayStation? Biz ko'p o'ynaymiz. Masalan, davay, kimga yutqazdingiz? Men ko'p ham yutqazaman. Sahnada ko'p o'ynaysizlar. Sahnada PES bor, FIFA yo'q. Nimaga FIFA o'ynamaysiz? FIFA zamonaviylik bu har doim yaxshi-ku. Eshitib turqan? Aytyapman. To'g'ri qildim. Bu ahvollaringiz qilasiz. Bilasizmi, nimaga bilishim kerak menda boshladi. To'g'ri, eshitdi odam savol bergandan keyin oxirigacha. Yo'q, o'zimiz o'ynaymiz. Ofisda bor, PlayStation. Yo'qda men, Nozim Safariy, Bekzod Karimovich bor, Shoh bor, Salon Production rahbari. Keyin tanisizlarmi? Rasul 24 bor. Biz PlayStationda jinnisi o'ynab turamiz. Yutqazganingiz bormi? Ayting. Kimga? Hammaga yutqazdim. Begiga ham, Shohga ham yutqazganman. Nozim akaga ham yutqazganman. Bitta Ozodga yutqazmaganman, chunki o'ynamaydi. Qolgan bo'ldi. Mirshakar akachi. Mirshakar aka yo'q, Mortal Kombatda yonadi. Mortal Kombat bo'lsa, chaqirsanglar keladi. O'ylab ko'ramiz. Mirshakar aka uchun o'ylab ko'ramiz. Ismini aytolmaymiz, qanday chaqirasansa. Mirshakar aka. Xo'p, ana qilamizmi? O'ynaymizmi? Yo'q. O'ynaymiz. Do'stlar, biz o'sha kutilgan kunni boshladik. Qonli jangga tayyormisiz? Men o'zi ko'rmayapsan, men bunaqa kelib keldim, işte ranglari bilinsin. Urgan payt sachraydi-ku. Go! Hop, ketdikmi? Ketdik. Davay. Do'stlar, qonli jang bo'ladi. Ortiqcha savol-javoblar ham bo'lmaydi. Biz shunchaki hamma e'tiborimizni o'yinga qaratamiz maksimalni. Chunki Islom aka umuman kechirmaydi. Yo'q, kechiring. Avval kechirdi. Pas berishim kerak edi, borka. Bu yil kimga balet qilmoqsiz? Klublardanmi? Menimcha, lekin jahon chempionatini kutyapman. Jahon chempionatiga balet qilsam katta gap. Kimga balet O'zbekistondan tashqari? Undan tashqari degani nimaga? O'zbekiston finalga chiqib, biz yutamiz finalda. Chempion bo'lib qaytib kelamiz. Salah! Salah. Yaxshi. Bu degani yaxshi. Muhammad Salah. Liverpoolning qizil formali futbolchisi va qizil formali. O'zi ham oladimi buni? Men nima uchun berdim? Ha, bo'lmasa anaqa qilay, tipa 10 ming yutdi deb 1 million olib, senga 300 ming berib ketdi.
Qamoq ko'radi, kontent nima qilamiz aka? Ha? Ya, uyutamizda uni nima gapda? Ketib berasan seniki. Yo, senga aytgan kameraning shuni ichidan olasan. Shu ishlayapman-ku men. Luis Diaz. Yaxshi. Bo'ldi, men chalg'ib deyman. Pulkamayapti asabiylashib. Realda qolyapman 2 kunga. Nima degan gap bu? Yapamiz. Ey! Alloch. Aynesin. Mujik. Men bu midi Kurtuva ya. Kurtuva. Yaxshiyam Kurtuva bor. Nunez! Darwin! Ne молодец, chiroyli bo'ldi. Nunez. Chiroyli gol bo'ldi. Gol bu. Go'zallik. Esdan chiqadi. 3-0. Hali endi Realni muxlislari bo'lsa bolalar uzr endi shunaqa bo'lib qoldi. Tushunding, yomon emas. Bolalar ishonib qolmanglar. Islom Karimov slab ekan. Niye? Men hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytamanki sizlarga. Islom aka, sizlar ko'rgan futboldan ancha aqlliroq va kuchliroq o'ynaydi. Raqibni mast holatga keltirdi. Maqtovdan. Qayt endi. Ipi. Ne uncha yugurasan, qaqqa shoshasan deylik. O'zi qaysi futbol so'qadi sizga? Mangami? Nima bunaqa qiladi, men topaman. Siz ayting, 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. Qaysi futbolchiligini men topishga harakat qilaman. Qaysi futbolchiligini? 3 ta so'z bilan ayting, men o'zim topaman. U Chempionlar Ligasini yutmagan. Juda sodiq futbolchi, erkak kishi. Qaysi qit'adan? Yevropa. Gianluigi Buffon. Buffon, ha? Gigi. Juda qiz qo'ydi. Futbol bo'yicha bazangiz kattada shundan bilinar aka. Gigi Buffonni biladigan odam, yaxshi ko'radiganlar уже yangi pokoleniya emas. Eskilar ular, ha? Eskilar, что. Birinchi taym 3-0. Real Madrid, Liverpool. Buni bilmayman nimadir qilib olganmi, ko'tarib olganmi o'yinchilarni tekshiramiz. Dopingga tekshiramiz aytgancha. Birinchi bo'limdan so'ng. Ikkinchi taym boshlaymiz. Hop, Real Madrid. Shu paytgacha hech kim hamma gol urdimi kelganlar? Mengami? Ha. Voya, sen o'zi zo'r alaming bo'lgan payti kelibman-da, men ham. Hayotdan alamim bor edi hozir. Kreditdan to'lay olmay yurdim. O'shani aytyapman-da. Ey! Yaxshi. Yaxshi bolalar. Avoch. Alisin. Pas berishim kerak. Negadir shu paslarim ham uncha o'xshamayapti. Oy! Oy. Boshlanishi bolalar, Real muxlislari bo'lsa, taka nimadir qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Savdo bo'y. Aytgancha. Birinchi 100 ming pochim bor. Ketdik. Men aytdim sizlarga, Islom aka dedim. Ha, hammasini aytdim. Chunki men buni his qilib turgandim. Qaytdi. Yana bizni ana shu yaxshi gaplari bilan bular mast qilmoqchi. Mana bu Van Dijk lekin o'tish qiyin, mana shundan aytish kerak. PlayStation agar o'ynatib bilsangiz, juda zo'r zashitnik. Yo'q. Chekka. Bolla, menimcha like-larni bosib tashladinglar shekilli. Gol berdi. Bu zaminalardagilar ham xursand bo'lib ketdi. Menimcha vashning o'yin bo'lyapti ular uchun. Kayfiyat tushirmaymiz. Hali o'yin tugagani yo'q. Oy! Hey! Ketishdi qarab. Qo'yna pasidan ketyapti. Ye? Ibi. Uyiga ketyapti u. Qayerga ketding, brat? O'tirsang-chi.
Bellingham. Yana yugurib kelib maydon markazida nishonlab oldi. Tak. 300 ming. Bor mana qara. Opa. Comeback. Yaxshi. 12 daqiqada 3 ta gol. Comeback ko'rdik hozir. Oyda. Ay. Penaltimi? Voy. Yes. Voy. Rudiger. Unaqa yo'q edi-yu, menimcha-chi. Mayli endi kompyuter xato qilmasa kerak, ha. Gomes almashdi. Sen almashdingmi? Ha, Gomes almashdi. Yangi qon qo'shyapman o'yinga. Mana qizil emasmi menda ish qilib? Yo'q. Chap, o'ng chap. Menimcha Muhammad Salah va Courtois. Yes. Yo'q. Mo Salah. Mo Salah. Bola vaqt bor hali. Bu gol o'tkazib yuborishimiz bizda birinchisi emas. O'shaning uchun bemalol Yaxshi. harakat qilamiz. Mo Salah. Qonli jang bo'lyapti haqiqatan. 70-daqiqa. Hisob 4-3. Liverpool yutyapti. Ya'ni men bilmayman, bu shot ushlab qolamanmi yoki yo'q. Lekin harakat qilaman yutishga. Qadrli do'stlar. Siz esa bu payt obuna bo'ling, Islom aka gol urmoqchi. O'tmay qoldi. Pas. Mbappe. Mbappe. Obuna bo'ldingizmi? Nimani kutyapsiz? Qachon qiziqroq nimadir bo'lar ekan deb desa, kommentariy. Mana. Ko'ramiz, qani nima bo'ladi hozir. Darwin! Oy. Vishu. Darwin Nunes. Darwin. Ne, yaxshi. Ancha o'yin o'zgarib qopti. 80-daqiqa qadrli do'stlar. Hisob 5-3. Islom Karimov yutqazyapti. Yaxshi bolalar. Net. Пожалуйста. Voy. Молодец. Aytdim-ku, buni oldim, ba'zan juda qiyin. Ay. Darwin Nunes. Darwinjon. Hali Hilolga bekor ketdi. Oya, 6-3 sharmanda. Valla uzr. Boya. Ne deyotgandim? 6. Endi uzr endi. Oson kelgan pullar oson ketadi. Ana shuning uchun sushi, undan ko'ra Darwin Nunes. Darwinjon. Mikrofonim tushib ketdi. Sen bu pul tugasa menikidan olishni boshlamaysanmi ishqilib? Yo'q. Courtois o'zining вообще lekin bo'ldi-da. Qarang, nuqta qarang. Mixladi-ku, buni. Men hozir hali o'yin tugamasa aytib qo'y, revanshga kelaman. Men Nozim akani uyaltirib qo'ymaganimdan xursandman. Sen uni nafaqat uyaltirmading, sen uni juda xursand ham qilding. Endi Realni yaxshi ko'raman, lekin bugun tushunasizlar degan umiddaman. Ibi. Pulga qopdi-ku. Aka, Nimaga men bundan olyapman? Chunki siz gol urdingiz. Bu por 1 millionga o'ynaymizmi? Bo'lmasa necha bo'ldi shot? 7-4. Senda 700 ming, menda 400 ming bo'lish kerak, lekin senda 600 ming qoldi. Bo'ldi, nima qilaman? Golchani qarang. Bolalar mana oxirida bitta urdi. Chiroyli gol desak ham bo'ladigan qilib qo'ydim. Chiroyli golmi aka o'zi? 7-4. Vaqt yetmay qoldi. Aytay, vaqt bo'lganda urardim men borga lekin. Men mana 400 ming oldim. 400 ming sizga? Shu o'yinmi, shunday o'yinmi bu? Shunday o'yin. Gol urganingiz uchun va sizni xafa bo'lmasligingiz uchun bugun yana 200 ming so'm oxirgi savolimiz uchun o'ynaymiz. Agar topsangiz olib ketasiz. Topa olmasangiz eng yaxshi kommentariyaga beramiz. 200 mingdimi yo hammasinimi? 200 ming. Hammasiga o'ynasang, futbol haqida berasan savol. Futbol haqida. O'zi men to'g'risi super o'yinlar o'ynashni yomon ko'radigan odamman. Mumkinlikda shodagilar ham bilishadi. Tak, mayli, davay ketdik. Rozimisiz? Ha. Bo'ldi. Bo'lmasa yaxshi kommentariyaga beramiz. Topa olmasangiz eng yaxshi kommentariyaga topsangiz o'zi nima deb eng yaxshi kommentariy yozsin? Kommentariy qanaqa? Salom TVdan registratsiya bo'lasiz va shu ko'rsatuv tagida nima deyishingizdan qat'iy nazar chiroyli kommentariy yozing, eng ko'p layk olsa bu ko'rsatuvgacha Podkazation Instagram storiesida e'lon qilamiz. Har doimgidek. Bu an'ana.
Ha. Bizda har doim shunaqa. Bo'ldi. Tayyormisiz? Da, sizlar ham kommentariyani bosinglar, men harakat qilaman, что bu pul sizlarga ketishiga. Ketdik. Unda super savol. Osiyo Chempionlar Ligasi 2-darajali, ya'ni AFK kubogini qaysi o'zbek klubi yutgan? Bu esimda, agar yiliga adashmasam 11-yil bo'ladi. Yili mayli muhim emas. Yo'q, menga adashmayotgan bo'lsam deyapman. Shuning uchun 2011-yil bilan 10-11 sezonida bo'lsa kerak. Tarixiy yil bo'lgan o'zbek futboli uchun. O'shanda Qarshining Nasaf jamoasi AFKni yutgan, finalda 2-1 bo'lgan adashmasam, Shottendash esimda. Qarshi shahrining Nasaf jamoasi 2011-yilda AFK kubogi musobaqasining bosh sovrinini qo'lga kiritmoqda. Tabrik va Nasaf AFK kubogi g'olibi. Tabriklaymiz. Kim var ekan gol urgan? Futbolchilar esimda yo'q, kim gol urganligi. Nima uchun o'sha mavsum va undan keyingi mavsum esda qolgan, chunki yo'qda ko'p jamoalar Afrikada o'ynardi-da. Bizda o'sha 9-0, 9-3 shunaqa shotlar bilan ham yutgan bizning klublar. Adashmasam Sho'rtangida 9-nechiga yutdi, qaysidir raqamni. Islom akani tabriklaymiz. Savol bilardim oddiyligini. Qiyin savolim bor edi, lekin uni bergim kelmadi. Chunki bir xil savollarni o'zim telefonga qarab javobini bilaman. U nechasini bo'ladi. Shuning uchun nima deymiz? Islom akani tabriklaymiz bugun. Xo'p, ko'rsatuvimiz haqida. Tak, ko'rsatuv. Faqat to'g'ri fikringizni. Bo'ldim, yutdimmi? Ha, yutdingiz, tabriklaymiz. Yo'q, yutdim, lekin mana shu 200 mingni men kommentariyaga qoldirmoqchiman. Tipa, takoy. Faqat menda sal boshqacharoq. Qanday? Eng yaxshi kommentariya bo'ldi-yu boya. Ha, вот. Eng kim shu Islom Karimovni maqtab yozsa, o'shanga beramiz. Kompliment yozsin. Xo'sh, do'stlar. Har doimgidek. Va o'yinda men video chiqadi, ko'raman, yutqizganimni. Yana bir marta ko'raman-da, yana bir marta siqilaman. Kommentariyaga kirgan vaqtimda hamma meni maqtab yozgan bo'ladi, xursand bo'laman-da, kayfiyatim ko'tariladi. Farqi? O'shaning uchun buni o'shanga tanlab beraverasiz. Eng ko'p like yig'gan, aynan meni maqtab yozgan insonga, kompliment qilgan insonga, motivatsiya bergan insonga farqi yo'q. Kimga bo'lsa ham o'sha taqdim qilamiz. Shu ko'rsatuv haqida fikr ajoyib ekan, zo'r menga yoqdi. Kelasiz, ozgina PlayStation o'ynaysiz deydi. 1-2 so'mlik olib ketasiz, yo'lkira, abet va fit ketadi. Mana men ungacha rahmat, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Siz esa podkastga obuna bo'ling, like bosing. Shunaqa kontentlar davomli bo'lishi uchun. Va kommentariyada bundan keyingi mehmon kim bo'lishini bemalol yozib ketavering. Biz chaqirishga harakat qilamiz. Nima qilamiz? Hammasi sizlar uchun-ku. buni qolmadim, shu bolani boshlovchi bo'lishiga var kerak.